Assalamu alaykum hörmətli ustazlar. Kitap anlaşını ve kitap oquşni özünün kündəlik adətiga aylandırğan söyümlük dostlar. Keşkinlar xayrlik bolsun. Erkin Sıdıq yazmaları 7. qism Turmuşның mühim saatları ve savaqları degan kitabımızның tirishchanlik ve ibadet degan qismining davomini o'qib beramiz. Kitap yazgıcı doktor Erkin Sıdıq. Avazda İstanbul'dan Leyla kız. Kitap okulgan gün 2018 26 sentabr çarşamba. Adamның təbiətiga qarta bəlgimlərini bərgən. İş hərəkətlərini pərəz, sünnət, mustahab, mubah, mekruh, haram dəb türlərə bölüb beceriş və çəkilinişinin dərəcəsini ko'rsatib berdi. Savab bo'lmaydigan yoki savab kichik ishlarga qaraganda savobi ko'p ishlarga bekerek ahamiyat berishimizni ko'rsatdi. Bir vaqtda ikki savobliq ishning birini tanlashga to'g'ri kelganda savobi cho'ngni tanlaymiz. İki ziyonning birini tanlashga majbur bo'lganda ziyonning yenigini tanlaymiz. Allohning dargohida odamlarning martabasi faqat taqvodorlik qarab bekitildi. Oyatda shundoq mazmun bor. Taqvodorlikning mazmunini to'g'ri tushunganda eng taqvodor bo'lganlaringlar Allohning dargohida eng hurmatli hisoblansizlar degan oyatni o'qiganda qandoq odamlarning martabasi qiyomatda yuqori bo'lganligini va bu dunyoda qandoq tirishish kerakligini to'g'ri bilalaydi. Taqvodorlik deyilsa faqat 5 farzgila cheklanib olgandan yana nurg'un yaxshi amallarga sal qaraydigan ahvol kelib chiqadi. Buning natijasida musulmonlar taraqqiyotda kaynida qoldi. Uqum xatoliqining ana shundoq ziyni cho'ng. Taqvodorlikning nimaligini yaxshi bilmaganda ba'zilar islomdagi bir qism belgimlarga mahkam esilib olib, shunga munosabatlik yana bir belgimlarga sal qarab o'z xiyolida taqvodor bo'ldim deb o'ylasimi, Allohning nazarida jazolanadigan xatoliklarni sodir qilishi mumkin. Kishilarga ziyon selishi mumkin. Hatto cho'ng gunoh sodir qilishi mumkin. Jihad qildim deb chekidan oshirib gunoh ishni qilishi mumkin. Uyg'ur musulmonlar to'lsi bu dinni g'ayri musulmonning tushundirilishidan qabul qilgan bo'lg'achqa, dindan desak hayotdan ayirib etilgan qismga yig'inchoqlabla shu ramkada tushungan. Endi islomdagi din uqumini qo'shimcha qilib qo'yay. 3. Din. İslamda din degan iloh borligiga ishonib 5 farzgila cheklanib qolgan ko'rinishdagi shaklidagi murosimlarni o'z ichiga olgan bo'lmasdan, balki hayotimizga munosabatli hamma jihatni o'z ichiga olgan bir hayot yo'li deb ataymiz. Shaxslar aro, jamoat, jamiyat, davlat, qonun, siyosat, iqtisod, insonlarning hamma ishiga oid belgilarga to'liq ko'rsatilgan bir butun sistema. Islom dini din degan so'zni aytganda mushundoq bir sistemni ko'z tutadi. Bizning hech bir ishimiz bu dinning hukm doirasining sirtida emas. Kundagi har qanday ishimizda bu dinning hukmi bor. Shunga ish harakatimiz bu dinning belgilamasiga xilof keladi yoki uyg'un keladi. Dinimizdagi hukmni bilish shu ish harakatni dinga chetib olgan bo'lmasdan, bu dinning hukmini bilish uchun fikr berib qo'yganligimiz hisoblanadi. Bilimxumor apandining va hammamizning Allohning rizoligi uchun foydali ilmni eng zo'r tirishchanligimiz bilan o'rganishimizmi ibodatning mushu turini ado qilib olganligimiz hisoblanadi. Ibodat bir butun holatda bo'lishi talab qilinadigan bo'lg'achqa, ilm-fan o'rganish bilanla shug'ullanib, boshqa farzlarni ado qilmay davomlashsa, yanala ziyon tortquchilardan bo'lib hisoblanadi. Endi mush uqumlarni oydinlashtirib olgandan keyin bosh temini qayta o'qib beqinglar. Askartib qo'ydiganim, men islom bilimlarini
Bilishdə, alim kishi emas. Turdaşlar fikirlerimni o'qiganda mening qandaq salohiyatim barligini surishtirishning o'rniga o'ttir qo'ygan fikirlerimning to'g'ri xatolik ustida samimiy izlanishini umid qilaman. Oyatlarni samimiylik bilan o'qib, fikir hosil bo'lib qolganda, g'ayri musulmondan so'ramay, musulmon olimlardan so'rashini tavsiya qilaman. Yuqoridagi men tushungan ibodat uqumini asos qilib, amdi jinlar insonlarni faqat mangli ibodat qilishi uchun yaratdim degan mazmundagi oyatni o'qib beqinglar. Biror narsa tushungili bo'ladi. Ondan bosh temaga qaytib, eng beshidagi gapga kelayli. Faqat taqvodorlikni yaxshi qilib, boshqa ishlarni e'tiborga olmaydigan kishilarga Alloh va dinimiz qandoq qaraydigandu degan savolni o'qiganda men yuqoridagi tushuncham bo'yicha boshqa ishlarni e'tiborga olmaydigan kishi qandoqmi taqvodor sifati bilan sifatlansin. Bu qarindishimizning so'zini tugabdi. 4. Tavba. Qarindishimiz ta'minlagan mazmun 12-qavat. Assalomu alaykum. Shayxul Islom ibn Tamiyya ibodat degan nima deganga javob berib, barliq Alloh yaxshi ko'rgan va rozi bo'lgan ishlar deb javob bergan. Demak, Alloh yaxshi ko'rgan va rozi bo'lgan barliq ish harakat, so'z va fikrlarning hammasi ibodat sanaladi. Ibodat adnosi odatdagi yeyish, ichish va o'ltirish qo'pish qoidalaridan boshlab, yuqorisi davlat siyosati va davlatning boshqa allar bilan aloqa qilish usullarigacha bo'lgan bir butun qoida tartiblarning hammani o'z ichiga oldi. Yuqorqi faoliyatlar to'g'ri niyat bilan musulmondan sodir bo'lgan ekan, ular taat ibodat qatoridan o'rin oldi. Uningdan boshqa foyda bo'lgan ijtimoiy faoliyatlar va halol rizq hosil qilish uchun ishlash niyatning durust bo'lish sharti bilan ibodat qatoriga kirdi. Birli sura Baqarada musulmonlarga buyurilgan qisos, vasiyat, ro'za, namoz va qazolar qatorliqlar o'xshash bo'lgan ibodatlarning sizlarga farz qilindi degan bir xil ibora bilan bayon qilinganligidan shu haqiqat oshkora bo'ldiki, ko'plagan musulmonlar ibodat so'zidan faqat namoz, ro'za, zakot va haj qatorliq 5 cho'ng ibodatni tushundi. Ular ibodatning axloq, qoida-yo'sin, muomala ishlari, qonun, prinsip va boshqalarning o'z ichiga olganligini his qilmaydi. Ibodat hargiz yuqorqi 5 cho'ng ibodat bilan cheklanib qolmaydi. Uning doirasi intayin cho'ng. Ularning baja keltirgan kishi Alloh buyurgan ibodatning hammani ado qilgan bo'lmaydi. Balki bu 5 cho'ng ibodat islomning qurilishidagi asosliq ibodatlar bo'lsa-mu, yanada ular Alloh buyurgan ibodatlarning bir qismidir, hammasi emas. Namoz o'qimak, ro'za tutmak, zakot bermak, haj qilmak, rost so'zlamak, omonatni ado qilmak, ota-onaga yaxshilik qilmak, tuqqanlarga sil-rahim qilmak, va'da vafo qilmak, amr ma'ruf va nasihat qilmak, bilim olmak, qo'shnilarga, yetimlarga yaxshilik qilmak, duo qilmak, Qur'on o'qimak, Allohga va payg'ambar alayhissalomga muhabbat va ixlos qilmak, Allohga tavakkul qilmak, Allohning rahmatidan umid kutmak, azobidan hazar qilmak, balo qazoga rozi bo'lmak qatorliqlarning hammasi ibodat turiga kirdi. Xulosa qilganda, din demak ibodat demakdir. Doktor Yusuf Qarzavining Islomda ibodat degan nomli kitobidan. Xohlaganlar Google'dan Uyg'urcha izlab ko'rsa bu mazmunlarni topalaydi. 3. Biz Alloh uchun qanday xizmat qilamiz? Allohning Qur'ondagi har bir jumla so'zining ma'nosi nihoyat cho'nqur bo'lib, Qur'on boshqa tillarga tarjima qilinganda, tarjimonlar Qur'ondagi har bir jumla so'zni boshqa tildagi bir jumla so'z bilan ifodalashga tirishadi. Ammo ko'pincha ahvolda undaq qilish mumkin bo'lmaydi. Shuning bilan Qur'onning tarjimasini o'qigan kishilarda ko'pincha vaqtlarda nihoyat og'ir darajadagi qaymoqish yuz berdi.
Yuqoridagi ko'rganimizdek, ibodat so'zi namoz o'qish, ro'za tutish, zakot berish, haj qilish, Allohning zikr qilish, duo qilish va Allohning quli bo'lish degan ikki uqumni o'z ichiga oldigan. Meningcha, bu yerga ikki uqumni Alloh uchun xizmat qilish deb tushunsak bo'laverdi. Amaliyotda uyg'onning leksiyalarining ichida Alloh uchun xizmat qilish, Allohning xizmatini qilish, Allohning diniga xizmat qilish orqali Alloh uchun xizmat qilish degan temalarni asos mazmun qilganlari xeli ko'p salmoqni egallaydi. Shunglashqa men tuvanda uyg'onning "Men Alloh uchun qanday xizmat qilaman" degan dokladning mazmunini tunishtirib o'taman. Ikkinchi, bu doklad Malayziyadagi Xalqaro islom universitetida so'zlangan bo'lib, bu YouTube'ga 2015 yili 28 sentabr kuni chiqarilgan. Tövəndikisi Oyğanның dokladның məzmunun bir qismi. Mən əslidəki dokladдагы özüm vətəndəki Uyğurca torbətlərə anç uyğun gəlməydi deyə oylagan məzmunlarını bu maqaləyə kirgizmədim. Mən bugün məzkur sorunda doklad beriş fürsətinə erişkənlikimdən zor şan-şərəf his qılıbatman. Mən bugün deydigan gaplarni mening və sizlərning Allohga qilgan ibadəti sübutida qabul qılınışı üçün Allohga duo qilaman. Mən bugünkü sözümün başında Sura Yusufның bir qancha oyatlarini qiroat qildim. Kompüter ekranında ko'ringan 12 sura 108 oyat bo'lib, Qur'onning Uyg'urcha tarjimasi u oyat mundaq yozilibdi. Aytqinki, bu mening yo'limdir. Kishilarni Allohga da'vat qilaman. Men va menga ergashganlar ro'shan dalilga asoslanamiz. Alloh pokdir. Men mushriklardan emasman. Söz tüydi. Mən sözümni sizlər bildiğin işlərdən başlayman. Sizlər, mən və başqa barlıq insanların bir ortaq ideal var. Hər bir insanның, məyli o başqalarga desin yoki deməsin, birdən hayat məqsədi var buldu. G'ayri-musulmonlar və dinsiz kishilarningmi birər ideali var buldu. Qısqası, hamma odam muvaffaqiyatli bo'lishga intildi. Ba'zilar uchun muvaffaqiyat bir uy setib olish bo'lishi mumkin. Ba'zilar uchun ma'lum miqdordagi pulga erishish muvaffaqiyat bo'lishi mumkin. Ba'zilar uchun falon qiz bilan yoki bukun yigit bilan to'y qilish muvaffaqiyat bo'lishi mumkin. Ba'zi o'quvchilar uchun magistrlik unvoniga yoki doktorlik unvoniga erishish muvaffaqiyat bo'lishi mumkin. Ba'zi xizmatchilar uchun xizmatda o'sish muvaffaqiyat bo'lishi mumkin. Har bir odamda muvaffaqiyatning ayrim bir aniqlamasi bor bo'ldi. Har bir inson ma'lum bir narsani istaydi, ma'lum bir narsa uchun kurash qildi. Bu xil ahvol butun insoniyat uchun o'rtaq bo'lib, undaq ish yolg'iz musulmonlarda mavjud bo'lmaydi. Islom yuqoridagi ahvolning mavjud bo'lib turishiga yo'l qo'ydi. Islom bizni ma'lum bir narsani istashdan to'smaydi. Sizning bir o'ylik bo'lishni istashingiz harom emas. Yaxshi kiyim-kechaklarni istash yomon ish emas. Bir baxtli oila qurish, bir yaxshi xizmatga o'rlashish, bir yuqori kirimga ega bo'lish, ko'proq pul yig'ish qatorliq ishlarning hech qaysi yomon yoki qabih ishlar emas. Alloh bizni undaq istaklardan to'smaydi. Ammo bu masala ustida texim cho'nqurroq to'xtalib baqaylik. Bizning dinimizda siz eng tuvan o'lchamga yetgan holda yassangiz bo'laverdi. Bir musulmon uchun bu yerga eng tuvan o'lcham deganimiz harom ishlardan yiroq turish, nihoyatda yomon ishlardan yiroq turish va islomning farazlarini ado qilish qatorliqlarni o'z ichiga oldi. Siz ashu ishlarga kapolatlik qilgan asosda o'zingiz xohlagan ishlarni qilib, o'z turmushingizni yashab ketaversangiz bo'laverdi. Musulmon bo'lishning o'lchamlarining ashu tuvandagi siziqning ustida tursangiz, siz hech kim sizga qilg'ining yetarlik emas deyolmaydi. Hech kim sizni so'roq qilolmaydi. Hech kim agar sen jannatga kirmoqchi bo'lsang, eng tuvan o'lcham bo'yicha yazsang bo'lmaydi deyolmaydi. Men bu jihatda sizlar bilan hargiz talashmayman. Biroq
Allah bir qism kishilarga boshqalarga qaraganda ne'matni ko'proq bergan. Ya'ni bir qism kishilar Allohning rahmatiga boshqalarga qaraganda ko'proq erishgan. Allah bir qism kishilarga fursatni ko'proq bergan. Allah mushu so'rindagi barliq kishilarga bo'libmi o'quvchilarga alohida fursat yaratib bergan. Yaratquchimiz sizlarga boshqa nurg'un kishilarga ichib bermagan eshiklarni ichib bergan. İçinlardaki nurg'un kishilar islomni o'rganyotidi. Qolgan nurg'un kishilar bo'lsa iqtisod, injenerlik va boshqa kasblarda o'qiyotidi. Sizlarning kasbinglarning nima bo'lishidan qat'iy nazar Allah sizlarga ko'proq fursatlarni ato qilgan. Ba'zi kishilar musulmonlikning eng tuvan o'lcham bo'yicha yashab, shuningga rozi bo'ldi. Ammo sizlarga shuni deb qo'yishim kerakki, Allah sizlardan bugun mushu so'rinda o'tirgan o'quvchilardan ulug' ishlarni kutadi. Sizlardan eng tuvan o'lcham bo'yicha yashashni kutmaydi. Agar sizlar eng tuvan o'lchamga yetgan bo'lsanglar, umi bo'ldi. Uning uchun men sizlarni o'ch ko'rmayman, sizlarga vaqirmayman, ammo sizlarning uningdan ko'p va uningdan yaxshi ishlarni qila oladiganliklaringizga ishonman. Allah sizlardan texim ko'p ishlarni kutadi, sababi u sizlarga shuncha ko'p narsalarni ato qilgan. Allah yuqoridagi oyatda bu mening yo'limdir deydi. U bu yerda bu mening dinimdir, bu mening islomimdir, bu mening Qur'onimdir, bu mening kitobimdir demaydi. U bu yerda faqat bu mening yo'limdir degan so'zni ishlatadi. Yo'l deganlik safar deganlikdir. Bu yerda islomning o'zi bir safar deb ta'riflangan. Buning ma'nosi nima? Har qanday bir safarda siz ilgirlash hosil qilishingiz kerak. Siz faqat bir qadam olgan bo'lsangizmi, burunqiga qaragan o'z manzilingizga bir qadam yaqinlashsiz. Burunqiga qaragan o'z manzilingizga bir qadam yaqinlashsiz. Safar ustidagi har bir vaqtda siz olg'a ilgirlaysiz. Shunglashqa bu oyatning ma'nosi biz bugun bu din uchun tungungiga qaraganda ko'proq ish qilib berishimiz kerak degandan iborat. Har bir kunda oldingi kunga qaraganda ko'proq ish qilib berishimiz kerak deganni bildirdi. Shunglashqa sizlar eng tuvan o'lchamga yetishni emas, eng yuqori o'lchamga yetishni o'zinglarning nishoni qilishinglar, ishni imkon qadar eng yuqori darajaga ko'p va yaxshi qilishinglar kerak. Sizlarda o'z davlatinglarga, o'z shahringlarga va o'z jamoatinglarga nisbatan bir xil qattiq ko'nish bor bo'lsin. Sizlarning ichinglardagi har bir odam o'z-o'zidan men bu dinimiz uchun nima ishlarni qilib bera olayman deb so'rab turishi hamda qo'ldan keladigan ishlarning hammasini qilib berishi kerak. Ba'zi yoshlar zararli chekimliklarga o'rganib qolyotidi. Ba'zi yoshlar maqsadsiz yashayotidi. Ba'zi yoshlar o'z umrlarini kompyuter o'yinlarini o'ynash, video filmlarni ko'rish va uxlash bilan o'tkazotidi. Agar siz ulardan hayotingizning maqsadi nima deb so'rasangiz, ular o'qish bitirib bir xizmat tepish deb javob berdi. Hayotning nishoni shunchalik narsimi? Allah bizden onundan köp üstün turulgan nişanlarımızdan bar buluşunu kütüdü. Hizmet hayatının texim yuqori yoki texim ulug'var maqsi yetishning vasisi. Siz davomliq mundaq ishlarni o'ylaysiz. Men qanday qilib bir xizmatga erisha olayman? Men qancha pul topa olayman? Men qayerda yashayman? Ota-onam qachonliqqa mening to'yimni qilib qo'ydi? Siz o'z-o'zingizni davomli ashundaq savollarni so'rab tursiz. Men bu yerda sizga yana bir savolni qo'shib qo'yay. Men o'zimning kasbiy va o'zimning o'qish tarixi yoki unvoni bilan Alloh uchun qanday xizmat qilaman? O'ltirganlarning ichidagi bir qism o'quvchilar islom dinining bakalavrilik, magistrlik va doktorlik unvonini olish uchun o'qiyotidi. Islom dini bir xil dars emas. Siz islomni boshqalarga xizmat qilish uchun o'qiysiz. Siz har bir narsani o'rganganda o'zingizdan men bu bilimlarim bilan boshqalar uchun qanday xizmat qilaman? Men qanday qilib bu bilimlarim bilan jamiyatni texim yaxshi qilaman? Jamiyatda qanday xizmat qilaman? Men qanday qilib bu bilimlarim bilan jamiyatni texim yaxshiroq qila olayman? Men qanday qilib bu bilimlarim bilan masjidlarga, yoshlarga,
ayollarga va balalarga yordam qila olmayman. Men Alloh uchun qanday xizmat qilaman deb so'raysiz. Mushunda qiladigan kishilar o'zlariga yuqori talab qo'yadigan kishilardir. Men Alloh bir qism kishilarning ulug'vor ishlarni qila oladiganligiga ishonib, ularga o'qish fursatlarini ato qildi deb qarayman. Siz ashunda xizmatlarga layoqatli bo'lganingiz uchun Alloh sizni tanlaydi. Men sizlarga bir misol ko'rsatay. Agar siz har xil ko'rishish va suhbatlardan keyin bir nihoyat yaxshi xizmatga erishsangiz, u siz uchun bir shon-sharaf bo'lib hisoblanadi. Siz faqat muvaffaq mahoratlarga va yetarli xizmat tajribalariga ega bo'lib, dastlabki tekshirishdan o'tib, bu xizmatga loyiq ekan deb qaralgandan keyinla ondan u xizmatga erisha olasiz. Agar undaq bo'lmasangiz, boshqalar sizni bu xizmatga olmaydi. Agar siz bir yaxshi xizmatga erishib, ondan u xizmatni yaxshi qila olmaydigansiz, siz bir kuni u xizmatdan ayrilib qolsiz, sizning o'rningiz boshqa bir odam oladi. Garchi siz shu xizmatga loyiq bo'lsangizmi, siz uni saqlay olmaysiz. Layoqatli bo'lishning o'zi yetarlik emas. Siz yana ishni yaxshi qilmasangiz bo'lmaydi. Allah musulmonlarning hammasiga o'z dini uchun layoqatli kishilar degan salohiyatini berib bo'ldi. Ammo u bizning o'z xizmatimizni qanoatlanarli darajada qilmayotganligimizdan derak bermaydi. Agar biz o'z xizmatimizni loyiqli qilmasak, o'zimiz haqida o'ylanmasak, dinimizga ko'ngil bo'lmasak yoki dinimizdan yuz o'rsak, Alloh biz musulmonlarning o'rniga boshqa bir qavmni dastudi. 38-oyatga qarang. Agar sizlar Allohning taatidan yuz o'rsanglar, Alloh sizlarning o'rninglarga boshqa bir qavmni almashtirdi. Ular sizlarga o'xshash bo'lmaydi, balki Allohga itoat qildi. Biz xizmat qilish haqida o'ylanishimiz kerak. Mushu yerda o'ltirgan har bir odam Allohning dini uchun to'kib qo'sha oladi. Biz mushu so'zni mingimizga qattiq o'rnatishimiz kerak. Allohga xizmat qilish uchun siz bir olim yoki dahi bo'lmasangizmi bo'laverdi. Hamma odam o'zi uchun xizmat qila oladi. Siz o'z oilangizdagi boshqa kishilarga ta'sir ko'rsatish orqali Alloh uchun xizmat qila olasiz. Xizmatdoshlaringizga yaxshi ta'sir ko'rsatish orqali Allohga xizmat qila olasiz. Biz Allohning oldida mas'uliyatchan kishilardan bo'lishimiz kerak. Jamiyatdagi mas'uliyatchan grajdanlardan bo'lishimiz kerak. Hozir dunyodagi medialarda islomga e'tiqod qilganlar madaniyleşmagan kishilar, ular zo'ravonlik ishlari bilan shug'ullandi. Ular hozirgi zamon dunyosida qanday yashashni bilmaydi. Ular o'zlarining nima ish qilayotganligini bilmaydi degandek gaplarga keng turda tarqatilyotdi. Yo'q, ularning yuqoridagi so'zlarining xato ekanligini kim isbotlaydi? Biz o'zimiz xohlagancha nutq dokladlarni so'zlay olmaymiz. Biz o'zimiz xohlagancha nutq dokladlarni so'zlay olamiz, ammo bizning nutqlarimiz hech nimaga isbot bo'la olmaydi. Dalil isbotlar bizning nutqlarimizdan kelmaydi. Biz eng odil jamiyat barpo qilganda, biz eng yaxshi iqtisodiy sistem barpo qilganda, biz sodada eng odil bo'lganda, biz bir-birimiz bilan eng inoq o'tadigan bo'lganda, biz g'ayri musulmon qo'shnilarimiz va do'stlarimiz bilan eng yaxshi munosabatda bo'lganda, ondan heliqidek tashviqotlarning tuhmat ekanligini isbotlab bera olamiz. Dunyoning islomni anglag'usi yo'q. Dunyoning islomni ko'rgusi yo'q. İslamni dunyoga islom davlatlari va ko'p sonli musulmonlar ko'rsatmasa, uni kim ko'rsatadi? Biz hozirgi holatimizga qanoatlansak bo'lmaydi. Men kishilarning ko'z ochiq yoki hammani to'liq ko'rib turadigan shart ostida Allohga da'vat qilaman. Buning ma'nosi biz nima uchun musulmon bo'ldik degan masalaga nisbatan to'liq tushuncha bor degandan iborat. Bizga musulmon bo'lishlar kifoya qilmaydi. Biz nima uchun musulmon bo'ldik degan savolga nisbatan ko'zimiz ochiq bo'lishi kerak. Hozir siz nurg'un kishilardan siz nima uchun musulmon bo'ldingiz deb so'rasangiz, ular
Mening ota-onam musulmon bo'lganlik uchun yoki men bir musulmon davlatida bo'lganligim uchun deb javob berdi. Men uqmayman. Ehtimol atrofimdagi hamma odam musulmon bo'lganlik uchun men shundaqdirman deb javob berganlarmi bor. Bular yaxshi javoblar emas. Men musulmon oilasidagi bolalardan men nimishqa musulmon bo'lib qolganligimni o'zimmi bilmayman degan gapni bevosita anglab baqqan. Bu bolalar biz nima uchun musulmon degan masalada aniq tushunchaga ega bo'lib turib, cho'ng bo'lmagan. Bundaq yoshlarning ichida dinsizlashish yo'liga mengayotganlar oz emas. Dunyovilashish hamma ishlarni o'zgartirib. Hozir YouTube hamma yerda bor. Bizning yoshlarimiz har xil video filmlarni ko'rib qaymoqib qilyotidi. Bundaq ishlarni to'sib qo'yg'il bo'lmaydi. Biz ularga biz nima uchun musulmon degan masalani aniq tushundirmaycha, ular jamiyat uchun obdan xizmat qilolmaydi. Yuqoridagi oyatdagi ikki ideya o'zaro bog'langan. Bir tarafdan biz kishilarning xizmat qilishini istaymiz. Yana bir tarafdan biz kishilarning biz nima uchun musulmon degan masalani aniq tushunishini istaymiz. Agar siz bu masalani aniq tushundigansiz, shak shubhasiz holda siz cho'qim yaxshi xizmat qilasiz. Siz cho'qim o'zingizning barliq energiyani ishga solib, siz qila oladigan ishlarning hammasini qilib, Allohning dini uchun xizmat qilasiz. Men kishilarni ko'z ochiq yoki hammani to'liq ko'rib turadigan shart ostida Allohga da'vat qilaman. Bizning dinimiz boshqa dinlarga o'xshamaydi. Bizning nima uchun musulmon bo'lganligimiz dinimizda nihoyat aniq tushuntirilgan. Sen nimishqa o'ylamaysan? Bizda aql bor bo'lib, bizdagi hamma ishlar to'g'risida cho'nqur o'ylanish, hamma ishlar ustida cho'nqur tafakkur yurgizish talab qilingan. Şunlaşqa yosh musulmonlarning hammasi cho'qim o'zlarining nima uchun mushu dinga e'tiqod qilganligi haqida nihoyat ko'p tushunchalarga ega bo'lib olishi kerak. Ashu tushunchalarga ega bo'lgandan keyinla ondan yoshlar haqiqiy iymonga ega bo'la oladi. Haqiqiy iymonga ega bo'lgandan keyinla ular ondan haqiqiy turda yaxshi ta'sir ko'rsata oladi. Dunyoni texim yaxshi tarafga o'zgarta oladi. Agar yoshlarda haqiqiy iymon bor bo'lmaydi ekan, ular uchun keyingi muhim ish bir yangi kinoning chiqishi, bir yangi iPhone'ning chiqishi yoki bo'lmasa yangi bir mashina sotib olish degandek ishlar bo'lib qoldi. Ular hayotning uningdan ustun baldaqlariga chiqolmaydi. Mening o'qituvchim islom bir taqqa yamishib chiqishga o'xshaydi deydi. Siz taqqa yamishib chiqqanda ilmiki bor arg'amchining birini egizga atasiz. Ondan arg'amchiga esilib yuqoriga o'rlaysiz. Agar ilmek ilingan joy ancha egiz bo'lmasa, siz faqat shunchalik egizlikka chiqa olaysiz. Agar sizning nishoningiz pul bo'ldigan, agar sizning nishoningiz bir mashina bo'ldigan, agar sizning nishoningiz xizmatda o'sish bo'ldigan, agar sizning nishoningiz ko'ngil etish bo'ldigan, agar sizning nishoningiz bir qiz bilan bo'ldigan, agar siz faqat shu nishonni amalga oshirib undan boshqa narsaga erisha olmaysiz. Agar sizning nishoningiz ulardan yuqoriroq bo'ldigan, sizning nishoningiz o'zingizdan cho'nqurroq bir narsa uchun xizmat qilish bo'ldigan, siz faqat bir shaxsiyatchilik hayotini kechirmay Alloh uchun va boshqalar uchun xizmat qila olasiz. Siz ana shundoq yashashingiz kerak. Shundoq qilsangiz siz cho'qim o'zingizmi manfaat ola olasiz. Shundoqla Allohning nazarida sharafga erishsiz. Men bugungi dokladning eng beshida bir yaxshi xizmatga o'rilishning va bir yaxshi uyga ega bo'lishning xato ish emasligini tilga oldim. Agar sizning nishoningiz faqat bir yaxshi xizmatga o'rilishish yoki bir yaxshi uyga ega bo'lish bo'ldi ekan, u chog'da to'g'ri qilgan bo'lmaysiz. Undaq narsalar mening tirishish nishonim bo'lolmaydi. Agar men bir yaxshi xizmatga o'rilassam, mening erkin vaqtimmi ko'proq bo'lib, Alloh uchunmi yaxshiroq xizmat qila olayman. Xalqim uchunmi bir qism ishlarni qilib bera olayman.
Мен yaşayotgan jamiyatni bir yaxshiroq jamiyatga o'zgartirayman. Sheriklikka qarshi tura olmayman. Mening bir yaxshi xizmatga o'rilishimdagi maqsadim ana shu. Men yolg'iz o'zimni o'ylamay, qo'shnilarimni o'ylayman. Men yolg'iz o'z mamlakatimdagi musulmonlarga ko'ngil bo'lib qolmay, g'ayri musulmonlarga ko'ngil bilman. Shuning bilan ular islomning musulmonlardan boshqalarga ko'ngil bo'lishni, boshqalarga ko'nishni va boshqalarga o'chmanlik qilmaslikni talab qilganligini bilib qoladi. Agar boshqalar islomdagi go'zallikni ko'rolmagan bo'lsa, bu ularning gunohi emas. U biz musulmonlarning gunohi va mening gunohim bo'ladi. Chunki bundaq ahvolda biz boshqalarga nimaning go'zal ekanligini bildirib qo'ya olmagan bo'lamiz. Allohning dini uchun xizmat qiladigan kishilar ba'zida o'zlarining boshqalardan ustunroq qo'yib oldi. Agar men bir daqiqa o'zimni mushu yerda o'ltirgan kishilarning hech qaysiga hisob bo'lmaydi. Agar men bir daqiqa o'zimni mushu yerda o'ltirgan kishilarning birarsidan ustunroq qo'yib olgan o'ringa qo'yib olsam, men qilgan ishlarning hech qaysi hisob bo'lmaydi. Sababi mening qilganim sheriklik bo'ldi. Sizning ichingizda kibrlikning mavjud bo'lishi sheriklik bo'ldi. Allohning dini uchun xizmat qilayotgan kishilarga beriladigan eng oxirgi ogohlantirish shuki, hargizmi o'zingizni boshqalardan ustun qo'yib olmang. Hargizmi o'zingizni siz xizmat qilmoqchi bo'lgan kishilardan ustun o'ringa qo'yib olmang. Men Allohning bizni yiroqni ko'ra oladigan kishilardan qilishga duo qilaman. Men bu qatim tunishtirmoqchi bo'lgan o'ygan dokladning mazmunlari mush yerda oxirlashdi. 4. Oxirgi so'z. Men yaqinda Uyg'urlarning buningdan keyingi qattiq tirishish nishoni mundaq bo'lishi kerakligini o'tirib qo'ydim. O'z e'tiqodini saqlab, ma'rifga tayinib, tabiiy fan, texnologiya, injenerlik va matematikadan iborat 4 sohada dunyoning ilg'or saviyasiga yetish uchun qattiq kurash qilib, shu asosda sanoat va iqtisodni taraqqiy qildirish mening o'ttirib qo'yganim bir shuar bo'lib, uningga mos keladigan chora-tadbirlarni men o'ttirib qo'ya olmayman. Ularni vatandagilar o'ylab chiqishi va yo'lga qo'yishi kerak. Ammo ashundaq bir ulug'vor nishonni amalga oshirishda burun oliy maktablarda o'qib chiqqan, hozir oliy maktablarda o'qiyotgan va buningdan keyin oliy maktablarda o'qiydigan yoshlar va o'smirlar tayanchliq rolni o'ynay oladi. Ashundaq bo'lg'achqa, men yaqinqi bir qancha yilning mobaynida yoshlarning o'zlarini to'liq bayqash, o'zlaridagi yoshirin qobiliyatlarini to'liq bilib olish va ularni to'g'ri maqsad uchun eng yuqori darajada joriy qildirishiga foydali bo'lgan bir qism temalarni izlanib, yiqqan bilimlarni maqol qilib yozib torlarda e'lon qildim. Bu qitimqi maqolimi shularning davomi. Mazkur maqoldan ko'rganimizda yuqorqi bir nishon uchun tirishish va yoki millatning kelajagining yaxshilanishi uchun kurash qilish e'tiqodli yoshlarningmi va boshqa yoshlarningmi o'rtaq majburiyati bo'lib, bu ishqa hamma odam o'xshamagan darajada o'zining bir kishilik to'hfasini qo'sha oladi hamda shu orqali yaratquchimizni xush va rozi qila oladi. Men mazkur maqolaning ko'plagan yoshlarning yashashning to'g'ri yo'llarini topishga bir oz yordami bo'lishini umid qilaman.